Ovoz ekran yaxshi ko'rinyaptimi chatdagilar? Да, zo'r aka, ko'raman. Да, четкий. Xo'p, bizada cho'g'i past odamlarni 28 kishi kelibdi. Kecha qaytanga yaxshi kiruvdi odamlar. O'zi mana anaqa nima uchun treyderlar o'zi yaxshi pul topsa ham nima uchun kurs sotishadi degan savolga oddiygina javob bizada hech qachon tekin narsa qadrlanmaydi. O'shani hech qachon esinglardan chiqarmanglar. Va nima desa bo'ladi, man har doim aytaman-ku, agar anaqa nima deydi? Haqiqatdan odamlar o'zi uchun intiluvchan sohaga seriozno qaragan bo'lsa, ya'ni O'zbekistondagi mana shu tekin darsliklar mana baraka topsin, qancha treyderlar tekin darsliklar chiqargan, o'shalarni ko'rib o'sha O'zbekistonda nechta odam, necha foiz odam trading bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, hammasi millioner bo'lib ketishi kerak. Lekin bizada hech qachon tekin darsliklar hech qachon qadrlanmagan. Tekin darsliklarni ko'rib natijaga chiqqanlar juda ham oz. Mana sizlarga oddiy misol, mana bugun oddiy misol. Menga umuman farqi yo'q. Men o'sha lavzimda turib, oxirigacha darsni o'tib beraveraman. U hech ham xavotir olmanglar. Bo'ldi, odam kirmasa dars o'tmay qo'yarkan degan xayol sizlarda hech qachon bo'lmasin. Hammasini chotki qilib oxirigacha yetkazib qo'yamiz va o'zinglar uchun anaqa qilasizlar. Keyin bitta komment o'qib qoldim boya. Hech qaysi trader sohani sekretini sizlarga aytmaydi. Sekretlarni hammasi pulli kurslarda bo'ladi degan mana shunaqa ma'noda gap qoldiribdi. Mayli, bu narsani to'g'ri tushunamiz. Ya'ni har bir odamni, ya'ni har bir sog'lom odamni o'zini fikrini bildirish huquqiga ega-yu, to'g'rimi? Men sizlarga aytsam, o'zi sohada umuman olib qaraganda bir sekretni degan narsani o'zi hammasi bor, ochiqlangan narsa-yu. Bu yerda qanaqa sekretli bo'lishi mumkin? Qanaqa sekret? Men shu shogirdlarim bormi? Qanaqadir sekretlarni yashirib qo'yganmanmi? Kimlar bor bu yerda kirganlardan? Kimlar bor? Shogirdlarimdan bormi? Menda kurs bitirganlardan? Yo'q ekan. Birortasi ham kirmabdi, gap yo'q. Yo'q ekan. Kecha kirishuvdi, menimcha bugun dam olishayotgan bo'lsa kerak. Xohlasanglar, например, ko'ringlar, qanaqa farq bor, u darslar bilan bu darsdan qanaqa farq bor, yo nima bilan yashirib qolyapti. Maksimal men sizlarga qisqartirib 5 darsga mo'ljalladim, chunki bu trade sohasidan boshqa ishlarim juda ham ko'p va o'sha trade sohasidan, ya'ni tradingda, mediada kontent qilishga vaqtim yetmagani uchun 6 oy o'rtada pauza bo'lib qoldi. Bo'lmasa ham juda ham yaxshi ketayotgandik. Bilmadim, endi shunaqa bo'lishi kerak ekan. Bo'lmaganda juda ham bir katta auditoriyaga va foydamiz tegishi mumkin edi, lekin ya'ni bu narsa bo'lmadi. Ya'ni meni vaqtim yetmagani uchun. Xullas, sizlarga bitta narsani, mana shu narsani tushuntirmoqchiman. Hozir, ya'ni meni vaqtim kamligi sababli 5 ta darsga mo'ljallangan va eng kerakli narsalarni o'rgatishga harakat qilyapman sizlarga. Bu narsada noto'g'ri tushunish bo'lmasin, o'lda-cho'lda nima deydi? Просто 5 ta darsni aldab-suldab o'tib qo'ydi, bo'ldi, o'sha bilan endi gerdib yuradi, tekin dars o'tib berdimi, u yoq bu yoq deb gerdib yuradi degan fikr sizlarda paydo bo'lmasin. Yana keyinchalik o'tamiz, yana nasib. Bundan keyin yana dalshi hayot bo'lsak, rizqimiz bo'lsa, mana shu sohada davom etsak, yaxshilik. Endi может kim qanaqa tushunadi, yaxshilik deb tushunadimi, kimdir nimadir, qanaqadir narsa tushunadimi? Menga u narsani qizig'i yo'q. Meni maqsadim o'sha, iloji boricha imkoniyati yo'q bo'lgan odamlarga ozgina bo'lsa ham sohadan xabardor qilish. Qiziqayotganlarga, men qiziqmayotganlarga qiziqtirish anaqam yo'q, niyatim yo'q.
qiziqayotganligi, haqiqatdan mana shu sohada dars ketaman deyotganligi ozgina bo'lsa ham to'g'ri yo'nalish berib ketish mani maqsadim. Ko'pchilik o'ylaydi-yu, hozir mediada ham ana hamma tradingga qiziqtiryapti, treyderlar faqat tradingga qiziqtirib kurs sotyapti degan temalarni masxarabozda ham hozir вообще tema qilib yuborishdi-yu. Aslida ularni kasbidan ko'ra yaxshiroq bo'lgan kasbda bu. Ommani oldiga chiqib o'zini har xil rollarga solib masxarabozlik qilgandan ko'ra tinchgina mana shu bozorda soqqasini qilib yurgani yaxshida, umuman olib qaraganda. Teng bo'lib ham erkaklar, ayollar unaqa qilmayapti, ayollar kulmayapti, erkaklar mana shu erkak bloger ham deb bo'lmaydi, o'zi masxaraboz deyman-da men. Olib qaraganda masxaraboz. O'zi odamlarni o'zini ustidan kuldirib maza qiladigan odamlar, ya'ni o'sha chesti, mana erkaklik chesti o'sha narsani ko'taradigan odamlar gapirishga umuman olib qaraganda haqqi bu sohada. Chunki oramizda bu sohani alamini, bu sohani nonini yegan, vaqti kelsa alamini tortgan, vaqti kelsa qancha orzu, umidlar bilan mana shu sohaga ko'nglini bog'lab turgan odamlar biladi-da, hozir men aytayotgan gaplarni. Mo'sh men noto'g'ri fikrlayotgandurman, lekin bu achchiq haqiqatda, umuman olib qaraganda, mani mening ham shunaqa, sen lo'lilik qilib, ommaga har xil o'zini har xil maqomga solib, anaqa aktiv yig'ib yoki nimadir non topgandan ko'ra, lutchi ulardan ko'ra men shunaqa odamlar bo'lsa, stroykalarda ishlab, chotki halol ishlab yurgan odamlarni qadrliroq deb bilaman. Ko'pchilik o'ylaydi, natijaga chiqib ketdi, mashhur bo'lib ketman. Unaqa mashhurligiga umuman olib qaraganda erkak zoti loyiq emas o'zi unaqa mashhurligiga. Ya'ni unaqa mashhurlikdan ya'ni anaqa emas, nima deydi, muhtoj emas unaqa mashhurligiga. Mashhurligi ham deb bo'lmaydi-yu. Kimdir eslasa, anumi mamnaqa deb ustidan eslasa kuladigan. Odam erkak kishini nomini eshitsa, seryozni tortadigan, bu nomini eshitganda seryozni tortadigan bo'lish kerak-da. O'sha mashhurlik. Kimdir nomini eshitsa, u odam juda ham yaxshi odam edi deb seryozni tortadigan bo'lish kerak-da. Anumi deb kuladigan, unaqa hurmat, unaqa mashhurlik, umuman anaqa fuflo narsalar. Mayli, anaqa mavzudan ozgina chetlashib ketib qoldik. Sizlarni ko'p vaqtinglarni olmayman, juda ham charchadim bugun. Do'konga ham tar olib kirib, apsi yugurim juda ham ko'p bo'ldi. O'shaning uchun mavzuni o'tamiz. Bugungi mavzumiz modellarda, mana misol uchun ishlayotganinglarda modellarda tasdiqni biz qanaqa olamiz? Kecha ko'pchilik savol berdi-yu, men tasdiq olishga qiynalaman, qanaqa tasdiq olish kerak, qaysida qanaqa tasdiq olamiz deb aytdinglar-yu. Va o'sha u anaqada scalpingda, full scalpingda ishlatiladigan indikator masalan aytdim, indikatorni, o'shani obzorini qilib, qanaqa foydalanish kerak, qanaqa paytlarda ishlab beradi, o'sha haqida gaplashamiz va bugun o'sha bilan darsimizni tugatamiz. Va o'sha tasdiq qanaqa olamiz, tasdiq olayotganimizda. Xo'p, undan oldin o'tgan dars bo'yicha savolinglar bo'lsa, bemalol berishinglar mumkin. Birinchi o'shani yopib olamiz deb temani, keyin yangi mavzuga o'tsak bo'ladi o'zi. Olib qaraganda. Qo'lini ko'tarayotganlar kechagi darsni ko'rib, qanaqadir savolinglar paydo bo'lgan bo'lsa, berishinglar mumkin. Hozir berishlik joyi lekin. Haqiqatan ko'rgan bo'lsanglar, haqiqatan daftarlarga yozib, chizib, konspekt qilib, men alohida ta'kidlab o'tgan joylarimni yozib qo'ygan bo'lsanglar, sizlarda savdo paydo bo'lgan bo'lishi kerak. Mana endi boshlayotganlarda biladiganlar uchun emas bu. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men u darajada ko'p emas, tak sohada oz-moz xabarim bor. Menda bitta muammo borda, stopni qabul qilolmaslik, ikkinchilikdan keyingi psixologiya. Ya'ni duh tushib ketishi bor. Undan keyin balans qilib turib, shot tashab turib,
savdoga kirish qiynalaman. Mana shu holatga nima maslahat berasiz? Bu mavzuga taalluqli emas, lekin shu haqida ham birorta darsingiz bormi? Mana shu davomida 5 ta dars o'taman deyapsiz. Eski darslarda bor. Men bu narsa haqida o'zi juda ham ko'p gapirganman. Stopni inson qachon qabul qilmaydi? Qachonki kattaroq risk ko'rsa stopni qabul qilmaydi. Misol uchun, $100 bitta 0.01 dan ochib qo'yib, 50 pipsga stop loss qo'yish, bu stopni qabul qilish juda ham oson. Любой odam bu stopni qabul qiladi. Qachonki o'zingizlarni planinglardan chiqib ketsanglar, ko'proq risk ko'rsanglar, stopni qabul qila olmaysizlar. Chunki ko'proq pulinglar ketyapti. Может qaytib qolar degan fikr sразу miyangizda o'rnashib oladi. Mana shunaqa holat bo'lyapti-da sizda, to'g'rimi? Ko'proq risk ko'rganingizda stopni qabul qilmaysiz. Yoki umumanmi? Umuman ham. Даже 0.01 dan bo'lganda ham ko'pincha holatlarda stopsiz ishlayman. Keyin yo bezubitga qo'yaman yoki tek profitgacha olib bormayman-da, yopib yuboraman. Qo'rqaman chunki stop ko'p yeganim uchun. Stop emas, sliv ko'p bo'lganim uchun. Unda sizda Chunki men $300 tashlab turib balansimni 10 kun, 15 kun ichida $4000 chiqarganman-da, keyin o'shani birdaniga sliv qilib yuborganman-da. Mana shundan keyingi tiklanishim qiyin bo'lyapti. noto'g'ri bilim olinganda unda sizda emas, strategiyada. Bu uchun stop loss, u har bitta strategiyani o'zini stop loss qoidasi bo'ladi-da. Misol uchun o'zini yopish kerak bo'lgan joyi bo'ladi-da. U narsa bilim bilan olinadi. U narsani psixologiyani to'g'ri shakllantirish bilan olinmaydi. U narsa bilim bilan olinadi. Mana stop loss, ya'ni qatta yopib chiqib ketish, bu psixologiya bilan emas, bu strategiya bilan bog'liq narsa. O'zi odam o'rgangan strategiyasini to'liq amal qilsa, stop loss qoidasiga amal qilish kerak. Обязательно tushunish kerak, qatta yopish kerak. Ya'ni o'shanda qachonki odam ko'rib bilib tursa, haqiqatan sizga teskari yuryapti bozor, hozir bundan ham darajada ko'proq teskari yurib ketishga tayyorlayapti. Siz mana shu narsani ko'rib turib yopmasdan ushlab turmaysiz-da o'shanda. Endi meni fikrim, noto'g'ri bilim olingan bu yerda yoki noto'g'ri strategiyani siz noto'g'ri ishlatyapsiz. O'zini tipisi bo'ladi, har bitta strategiyani o'zini borib berish joyi bo'ladi. O'zini borib berish joyida yopib, save qilib yoki bizubitga qilib ushlab turishli joyi bo'ladi foydani olgandan keyin. Odam bu narsani o'zini tarbiya qilish kerak-da, hattobi mana shu narsani ko'nish kerak. Chunki odam $100 minusda $200 minusda prosentkada turgandan keyin 0.0 bo'lganda yopib yuborishlik, bu juda ham afsus qiladigan narsa-da. Unda tez kunda anaqa bo'lib ketasizlar sizlar. Uni psixologiya вообще eng yomon joyiga kirib, sohani даже qarz qurzlar bilan tark etish joyiga kelib qolasizlar. Bu juda ham yomon narsa. Kam foydada yopib yuborib, lekin kattaroq zarar bo'lsa ushlab turaverishlik, yopmasdan ushlab turaverishlik, bu narsa trading emas. Bu narsa bilan natijaga umuman chiqib ketib bo'lmaydi. Bu narsani davolash kerak-da. Va davosi o'sha o'rgangan narsalarni qaytadan o'rganib chiqishlik. U meni faqat psixologiyamda ekan ayb deb turib yurish kerak emas. Psixologiyani qanaqa qilib shakllantirish kerak degan narsa kerak emas. U psixologiya to'g'ri bilim orqasidan keladi. Ko'pchilik nima desam bo'ladi? Nima deydi? Короче deydi, men shuncha anaqada o'qidim, foyda anaqam bo'lmadi. Shuncha anaqada учебный sentrlarda o'qidim, hech qanaqa foydasi bo'lmadi, lekin hammasi aytishdiki, psixologiya buzilgan, sanda psixologiyani anaqa qilish kerak, to'g'ri qilish kerak degani to'g'ri, bu gap ham to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin o'sha psixologiya to'g'ri bilim bilan keladi. Noto'g'ri bilim bo'lsa, psixologiyani hech qachon shakllantirib bo'lmaydi. Endi yaxshi bo'ldim deganda, noto'g'ri bilimni asorati
chiqib kelaveradi bu yoqdan. Yana stop ketidan yana stop. Orqasida yana psixologik travmalar har xil. To'g'rimi? Tushunarli, rahmat. O'sha o'rgangan narsalaringizni yoki qaysidir kursda o'tilgan darslar bo'lsa, kursda o'qigan bo'lsangiz, o'sha darslarni boshidan qayta ko'rib chiqing. Keyin o'sha har bitta ko'rilgan darsni bozorda qaytadan atrobotga qilib ko'ring. Qayerda qanaqa yurib bergani, hammasini tahlil qilib chiqsangiz, bozorga ancha tushib qolasiz-da. Keyin o'sha stop loss sizga amal qilish, o'sha psixologiyani qayta to'g'irlash uchun hozir qilayotgan riskingizdan 10 barobar kamroq risk qiling. Misol uchun haftada 10 ta trade qilayotgan bo'lsangiz, вот kamaytiring imkon boricha. Tushunarli, rahmat. Psixologiya haqida darsim bor dedingiz. Kanaldan topsam bo'ladimi? Nargi kanalida bo'lishi kerak. Texnotrade'da ko'rsangiz, istoriyada ko'p o'sha psixologiya haqida gapirgan gaplarim. O'shani izlab, o'sha darslarni qayta ko'rib chiqsangiz, agar erinmasangiz, o'sha darslarni ko'rib chiqsangiz, menimcha foyda bersa kerak. Rahmat. Xo'p, charchadim. Ya, o'tgan dars bo'yicha savolinglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tgan darsi bo'yicha mana bu hozirgi o'tgan darsdagi soatlik time frame bo'yicha tushuntirgansiz-ku. Xo'p. Kamida 3 tadan bir xil bo'lishi kerak deb. U faqat soatlikami yoki Yo'q, hammasiga time frame'da ham ishlaydimi? Hamma time frame'da deganman. O'sha yerda ham o'zi kuni kecha dars bo'ldi. Men yaxshi esimda, o'zim darsimni qaytadan ko'rib chiqa olmadim-ku. Vaqtim bo'lmadi. O'sha o'zim darsimni qaytadan ko'rib chiqamadik. Qayerdadir noto'g'ri gapirib qo'ygan bo'lsam, o'sha to'g'rilab ketay deb. Chunki o'sha charchaydi odam kuni bilan, baribir adashishi mumkin, charchashligi mumkin. Lekin aniq esimda, u hamma time frame'da deganman. Hamma time frame'da o'ziga yarasha deb aytganman, anaqasi ishlashligi. Ya'ni o'sha minimum maksimum, любой time frame'da minimum maksimum bor. M1 da ham bor minimum maksimum qilib yuradi bozor. Mana shu narsani aytganman. Men endi bugun ko'rdim-da, uni kecha ko'rolmadim, vaqtim bo'lmagan. Bugun ko'rib chiqdim-da o'zim. To'g'ri, biroz adashgan bo'lishi mumkin. O'sha yana qayta iloji boricha qayta ko'rib chiqinglar, iloji boricha. Bir marta ko'rdim. Bir marta ko'rish bilan oz qaytyapti kimdandir. Bir marta ko'rish bilan ish bitmaydi. Ko'proq tushunmasangiz ko'proq ko'rib chiqing. Tushunsangiz bir marta ham yetadi. Tushunmasangiz ko'proq ko'rib chiqing. Xo'p, qolganlarda men bitta chatga ham qarab olaylik. O'zi keyin yarim soat bizning anaqamizga, darsimizga. Ash kim kulyapti? Kimdir kulyapti, yo asabim ketyapti. Assalomu alaykum, Muhammad aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Darslaringizni ko'rib chiqdim, lekin qoyil yaxshi. Men pulga o'rgangan narsalarimni bepul o'rgatgan ekansiz. Bu uchun hamma nomidan men rahmat aytmoqchiman. Men o'zim ko'rib chiqdim. Mana shu narsalarni men qachon pulga o'rganganman lekin. Malatsi, foyda berayotganimiz zo'r. O'tda endi qoidalari bilan aytib ketdim-da, просто hammadan yengilagani. Bundan noto'g'ri fikr bo'lmaydi. Rustam bu narsa oldindan beri ishlab keladi. Men balansim normalniy hozir. Просто yana ham yangiroq nimadir o'rganamanmi deb ko'rdim. Kecha o'z ko'chada edim, kira olmadim Temoga. Lekin qoyil hech qanaqa noto'g'ri gap bo'lmagan. Hammasi realni normalniy gapirilgan. Ya'ni pulli darsda bepul o'tilyapti lekin normalniy. Rahmat. Shunaqa. Bugun hozir dars boshlaymizmi hozir? Boshlaymiz, ha. Boshlaymiz. Xo'p, bo'ldi, qolganlarda savol yo'q bo'lsa, tasdiq olish usulini sizlarga o'rgataman va bu nima uchun buni hozir o'rgatyapman? Ya'ni oranglarda 70% odam biladigan modellarda qanaqa tasdiq olishni bilmaydi. Tasdiq qanaqa olishimiz kerak, qanaqa bo'lishi kerak tasdiq deb o'ylaydi.
hozir xuddi mana shu narsani sizlarga o'rgataman. Qanaqa tasdiq, qanaqa belgilari bor, ishlab berish bo'yicha, prinsiplar bo'yicha bo'lmasa boshladik hozir. Kelishdik biza strategiya, qanaqa strategiya, qaysi bir strategiyalar borki, tasdiq har xil olinadi, o'zini usuliga qarab. Va hozir men sizlarga hamma biladigan modellarda biza qanaqa tasdiq olishimiz kerak, mana shu narsani ko'rib chiqamiz. Xo'p, hamma biladigan parallelniy kanal. Buni menimcha juda ham ko'pchilik bilsa kerak. Aytaylik, bayga hosil bo'lganligi parallelniy kanalda biz tasdiq qilib olishimiz kerak. Ikkita kanal bo'ladi. Narx tepaga, pastga, tepaga, pastga va tepaga yurayotgan bo'ladi. Aytaylik, grafik xuddi mana shunaqa kelyapti. Men tepadan endi yurib kelganda, mana bunaqa yurib kelgan. Bu grafik degan holatda. Xo'p, endi bu kanallar ichida qanaqa ishlashimiz mumkin? Aytaylik, kanalni biz qanaqa payqaymiz? Kanal shunaqa payqaymizki, qachonki ikkita minimum bilan ikkita maksimum oralig'i, ya'ni oraliq masofasi bir xil holatda hosil bo'layotgan model, bu chala shakllangan o'sha parallelniy kanal hisoblanadi. Va biza trikasaniya qoidasi bor. Ya'ni har doim 3-kasaniyadan entry qilish usuli bor. Klassikada bu klassikada ishlaydiganlar bo'lsa biladi. Xo'p, 3-kasaniyalarda biz ishlaymiz ko'proq отбойный. Отбойный degani o'sha tegib qaytishiga, ya'ni o'sha kanalga tegib qaytishiga biz отбойный ishlaymiz. Bu yoqdan, bu yoqdan tegib qaytishiga отбойный ishlaymiz. Endi отбойный ishlayotganimizda qanaqa tasdiq olamiz? Aytaylik, parallelniy kanalni tanasidan oldik. Ya'ni har bitta chartda bizada anaqani bilasizlar, candlestick chartda o'sha anaqa shamli chartda, chart degani anaqa grafik. Shamli grafikda yapon shamlari, buni o'z alohida darsu, lekin ko'rib bo'ladi. Yapon shamlari YouTube'da ham chiqadi. Har bittasini tushuntirib o'tgan. Nima uchun yapon shamlari buni tanasi bilan soyasini nimani anglatadi? Hammasi aniq qilingan. Bir qarab ko'z yugurtirib olasizlar. Buni kitobi ham bor. Menda kitobini ham tashlab qo'yaman. Xo'p, qaranglar. Tanasi va soyasidan iborat bo'lgan sham bor. Agar sizlar mana bu modelda tanasidan olgan bo'lsanglar, mana bu liniyani tanasidan olgan bo'lsanglar, aytaylik, yurgandek, mana bu yerda shunaqa sham bor. Yapti sham bor. Mana bunaqa qilib tanasidan tortdinglar va liniyani tepasida soyasi qolib ketdi. Mana liniyani tepasida soyasi qolib ketdi. Va biz endi nima qilishimiz kerak? Tasdiq olishimiz kerak. Tasdiq olish xuddi keyingi shamcha, xuddiki aytaylik, xohlagan time frame'da, aytaylik, mana bu H4 da olsizlar, H4 da ko'ryapsizlar. Va H4 da sham o'sha soya, o'sha liniyani tegib, mana bu tana xuddi shunaqa pastga yopilishi kerak. O'shanda sizlar o'ylashinglar bo'yicha, aytaylik, mana bu tanalar ravno-yu. Endi aytaylik, bu yerda unaqa bo'lmadi. Mana bunaqa bo'lib qoldi. Mana bu ozgina o'chirib yuborishim kerak ekan. Mayli. Aytaylik, mana bunaqa bo'lib qoldi. O'sha joyga borganda shamcha mana bunaqa uzun shpilka tashladida, tanasi mana bunaqa bo'lib pastroqda bo'lib qoldi. Mana bunaqa yopildi. Aytaylik, qizil shamcha. Nima qilamiz deyishinglar mumkin. Bo'ldi, biza tepani test qildi va bizani e'tiborga olishli stop zonamiz mana bu vik tepasida, ya'ni shpilkani tepasida va undan keyingi ochilgan svichani holatiga qarab biz savdoga kiramiz va обязательно o'zingizlarning shotinglarni e'tibor qilinglar. Ya'ni undan keyingi svicha ochilishiga bu yerdan 001 tiqib, stop zonaga bormasa slip qilish kerak emas. O'zingizlarning shotinglar kamroq bo'lsa, agar imkoniyat bersaki, bozor ozgina tepaga yurib, ya'ni ozgina tepaga yurib, mana bu tanani ozgina teparog'iga chiqsa, sizlar tepadan stop loss qo'yib harakat qilib ko'rsanglar bo'ladi aniga sellga. Tushundinglarmi? Shunaqa tasdiq mana shunaqa olinadi, ya'ni mana shunaqa filtrlanadi.
Вот ko'pchiliginglar shoshasizlarda, ya'ni tepaga hali atboy berayotganda hali sham yopilmadi. Tepadan pastda ham hali yopilgani yo'q. O'sha tez qotgan shamchadan bayga savdoga kirib yorasizlar. Ya'ni mana bu to'lib turadi-da, mana bu fik tashlayotgan paytda. Shamcha soya tashlayotgan payti birinchi to'lib turadi. Sizlar o'ylaysizlar, hozir bo'ldi impuls bilan tepaga qarab buzib chiqib ketadi deysizlar, bay kirasizlar va bozor shuni orqaga qaytib oladi, silib bo'lib ketasizlar. Yoki o'sha shuni shamcha kelib turib, nima deydi? Shamcha kelib turib shuni liniyaga tegishi bilan sell pozitsiyalarni ochishni boshlaysizlar, lekin bozor kanalni proboy qilib turib impuls bilan tepaga qarab ketib qoladi. Va yana shu o'tinglar silib. Va o'ylaysizlar, men qayerdadir xato qildimmi? Nima uchun xato qildim? Hammasini to'g'ri qildim. Bitta adboy 3-kasanadan pastga ketish kerak edi, lekin ketmadi. Nima uchun ketmadi? Prям buzib o'tib ketdi. Ana 2-kasanadan keyin 3-kasanada buzib o'tib ketdi. Nima uchun bunaqa bo'lyapti? O'zi qoida bo'yicha kanaldan pastga yurib berish kerak edi-yu degan hayot sizlarda 100% o'tgan ishlab ko'rganlar bo'lsa. Va sizlar noto'g'ri pozitsiyada savdoga kirgansizlar. Qachonki ya'ni bunda xuddi shunaqa anaqa olinadi. Tasdiq olinadi. Va agar mana bu soyasini o'zidan olgan bo'lsanglarchi, mana bu soyasini o'zini olgan bo'lsanglar, liniyadan, soyadan tortgan bo'lsanglarchi, unda qanaqa tasdiq olamiz? Soyadan tortgan bo'lsanglar, вот kelayotgan shamcha, mana bu kelayotgan shamcha o'sha liniyaga atboy berish kerak va kichkina time frame'da qanaqadir model shakllanishi kerak. Ya'ni aytildiki, mana bu liniyaga tegdi, tekkandan keyin pastga yopildi, bo'ldi. Endi nima qilishimiz kerak? Pastga yopilgandan keyin вот biza mayda time frame'da bizaga ko'pincha tasdiq beradigan time frame'lar M5 va M1 time frame bo'ladi. M1 bilan M5 dagi holat 100% anaqani qaysi tarafga qarab yurishligini aytib beradi. Ya'ni katta time frame'da zonani aniqladinglar, holat ya'ni qaysi tarafga qarab yurishi mumkinligini taxmin qildinglar va M5 va M1 time frame shuni o'tsanglar o'zi yurib berayotgan bo'ladi. Mana bu joyga chiqayotgan paytda M1 yoki M5 time frame mana bunaqa pastda bir xil minimumlar qoldirib chiqayotgan bo'ladi. Va xuddi o'shanaqa chiqayotgan modelni ko'rsanglar, qachonki bitta minimum sinishi va undan keyingi savdoga kirishinglar kerak bo'ladi. O'shanda sizlar stop lossni mana bu shamchani maksimumga qo'ymaysizlar, iloji boricha kanalni teparog'iga stop loss qo'yasizlar. Kanalni teparog'iga iloji boricha kanalni teparog'iga stop loss qo'yasizlar va take profit o'sha kanalni 50%, mana 50% ni qoplab berishi birinchi tipi va har doim foydalana oladigan joyi o'sha kanalni 50% ni qoplab berganda va undan keyingi tiplarni kuchli mumkin o'sha kanalni pastdagi proboyga. Bu sellga qanaqa tasdiq qilgan bo'lsanglar, bayga ham xuddi shunaqa tasdiq qidirishinglar kerak. Xuddi shunaqa mashina teskarisi. Tushundinglar? Ya'ni aynan trend linelar bilan ishlayotganda, endi men parallelniy kanalni ko'rsatdim sizlarga. Trend lineda ham xuddi shunaqa. Trend lineda ham atboyniy yoki proboyniy ishlayotgan bo'lsanglar, ya'ni proboyniy ishlayotgan bo'lsanglar qanaqa tasdiq olasizlar? Bu sizlarga savol, yana bitta anaqa. Endi hozir men atboyniy ishlayotganda tasdiq olishni o'rgatdim, ya'ni qanaqa ishlab berish kerak. Ovoz o'chib qoldi deb yozishyapti. Ovoz bormi chat? Bor. Yaxshi ovoz. Bo'ladi menimcha ovoz yo'q bo'lsa kerak. Va atboyniy degani o'sha kanalni o'sha liniyadan qaytishi, ya'ni qaytishga, o'sha liniyadan qaytishga. Endi proboyniy bu ya'ni breakoutning zona, ya'ni buzib ketgandan keyingi ishlash. Engulfing tasdiq bo'lsa bo'ladimi? Engulfing ham tasdiq bo'ladi-da. Engulfing ham faqat o'sha engulfingni ham tushuntirib o'tib ketay. Engulfing qachonki o'zidan oldingi shamchani вот soyasi va tanasi bo'ladi. O'zidan oldingi shamchani, undan keyingi qarshi aks shamcha degani bu yashil chiqayotgan shamcha bo'lsa, вот undan keyingi ochilgan shamcha uzun qizil bo'lib turib, soyasini ham tanasini ham yutib olsa, bu engulfing hisoblanadi. Klassik engulfing mana shu narsa. Tushundinglarmi? Va bu engulfing nima degani? Bizda struktura o'zgarishiga anaqa beryapti.
struktura o'zgarishiga bizga tasdiq beradi. Engulfingni ham tasdiq deb olsanglar bo'ladi va engulfingda ko'pincha stop loss maksimumda bo'ladi. Ya'ni anaqa o'zini maksimumda. Mana qaysi biri maksimum bo'lsa, ya'ni buzilganligi qaysi birini soyasidan olsanglar o'sha maksimum bo'ladi. Va stop loss o'sha maksimumda selga ishlayotgan bo'lsanglar, undan keyingi switchadan balansinglarga qarab, ya'ni riskinglarga qarab savdoga kirib ketaverasizlar. Mana bu engulfingni ichida silib bo'lish kerak emas. Undan keyingi ochilgan shamchadan full bozorga kirib turib, ana teparoqdan qaytish mumkin, uzun shpilka tashab, bilmaysizlar u holatni, to'g'rimi? O'shanda soni stop lossga bormasdan silib bo'lish kerak emas. Har doim risklarni taqsimlashlar kerak. Aytaylik, men bitta $100 pulinglar bo'lsa, men bu yerdan hozir 001 ochsam, stop lossimgacha $10 zarar qilar ekanman. Maksimum mana shuni $20 risk qilmoqchi bo'lsam, bu yerda 001 ochadigan bo'lsam, teparoqga borganda agar borib qolsa 001 yana tepadan ochaman, o'shanda mana riskim $20 minusga rozi bo'laman va tiplarni ham xuddi shunaqa o'rnatishinglar kerak bo'ladi. Tushundinglar? Shunaqa fikrlab, o'zinglar bilan o'zinglar gaplashib, analiz qilsanglar, yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, bu отбойный variant. Отбойный. Qayta aytaman, отбойный любой modelga tegib qaytishiga. Men misol uchun bir o'chiring, qaytadan hozir sizlarga отбойный или пробойный ko'pchilik mana shu narsani tushunmaydi terminlarni. Xo'p, aytaylik любой model, aytaylik trend line bo'lsin, отбойный ishlash qanaqa bo'ladi? O'sha trend line'ga mana ikkita kasaniyani ko'rdinglar, uchinchi kasani o'sha trend line'ga tegib qaytishi, ya'ni buzib ketsa retestdan kirish отбойный bo'lmaydi. Bu пробойный ishlash bo'ladi. Отбойный ishlash o'sha trend line'ga tegib qaytishida biza foydali savdoga kirishimiz bo'ladi. Tushundinglar? Va yana bilmaydiganlarga yana qayta aytib o'taman. Любой strategiyalar o'sha ikkita narsani ustiga qurilgan, отбойный или пробойный. Qonuniyati mana shu narsa. Любой strategiyalar o'sha отбой ishlaydi yoki пробойный ishlaydi. Вот SNR'da ham o'sha, SND'da ham o'sha, SMC ICT'da ham o'sha отбойный или пробойный. Любой strategiyalarda juda ham kam bo'lishi mumkin. Отбойный или пробойнийga unaqa ahamiyat bermaydigan strategiyalar bo'lishi mumkindir, lekin основной strategiyalar o'sha отбойный или пробойнийni ustiga qurilgan hamma narsasi. Xo'p, bu gapimni yengillar bo'lsa hozir tushunmayotgandir. Lekin u 5-6 oy izlangandan keyin hozir mana shu gapimni keyin eslaysizlar. O'zi asli hamma narsa o'sha bir xil narsani ustiga qurilgan ekan, u biz mana shu narsani tushunmagan ekanmiz deb o'ylaysizlar. Bir eslab qo'yasizlar o'sha payt. Xo'p, endi пробойный ishlaganimizda tasdiq qanaqa olamiz? Пробойный ishlaganimizda bu ham xuddi o'shanaqa narsa, ya'ni trend line'ga ko'proq teginib, ya'ni ko'p ataka bo'ldi va trend line'ni buzib chiqib ketdi. Buzib chiqib ketgandan keyin, buzib chiqib ketganligi sham qachonki mana bu holatdagi shamlardan tepada yopilsa, bir butun shamcha tepada yopilsa, o'shanda balansinglarga qarab risk qilasizlar. Ya'ni o'sha bir butun shamcha yopildi, undan keyingi shamcha, ya'ni balans kattaroqlar, ya'ni balans kattaroqlar deganim ana katta lot ochib, ana kutib o'tirish degani emas. Trading 50 pipsli stop loss degani emas. 100 pipslab ham stop loss joyi kelib qoladi. 100 pipsli stop loss joyi kelib qoladi. 200 pipsli stop loss joyi kelib qoladi. Uni ko'pchilik o'ylaydi, 200 pipsli stop loss bilan signal bersa, bu trader emas ekan deb o'ylaydi. Bu sizlar qanaqa stop loss bilan ishlashinglardan qat'iy nazar sizlarni foyda olishinglar 1ga 1 nisbatda yoki 1ga 2 nisbatda bo'lishi kerak. Kamida 1ga 1 nisbatda foyda olib chiqib ketishinglar kerak. Tushundinglarmi? Bunda stop loss ahamiyatsiz. Ko'pchilik o'ylaydi, hozir hammani jinni bo'lgan 10 pips, 5 pipsli stop loss bilan strategiya chiqibdi deb o'ylaydi. Va insonlar 5 pipsli, 10 pipsli hamma ushlashi biladi u narsani. Lekin nechta stop lossdan keyin ushlaysizlar u bitimni? To'g'rimi? Jackpot o'xshab qolsa, keyin
Instagram shuna video olinadi. Man 5 pipsli ochilgan сделкамizda mana shuncha profit turibdi deb chiroyli upakovka bilan olinadi. Вот mana sizlarga asl haqiqatlar, sizlar qanaqa stop loss bilan ishlashinglardan qat'iy nazar, sizlarni bozordan olib chiqib ketadigan foydanglar har doim kamida 1 ga 1 nisbatda, bo'lmasa 1 ga 2, 1 ga 3 nisbatda olib chiqib ketishinglar kerak. Tushundinglarmi? Mana shu narsani amalga oshirgan trader. Men 100% men shunaqa ishlaydigan traderni men shuna bittada ko'rib aytaman, bu trader. Anu nima deydi? Nima desam bo'lar ekan, bizda shunaqada o'rganib qolishgan 50 pipsli, maksimum 50 pipsli, oshib borsa 60 pipsli anaqa signallarga odamlar o'rganib qolganda, keyin kimdir 100 pipsli stop loss bilan signal bersa, kulishadi-da, ko'pchilik ustidan kulishadi. Anaqa qilayotganni qara, buni berayotgan signalni qarab kulishadi-da. Vaqtida o'zingizlar ham bo'lganda, shunaqa stop loss bilan ishlaysizmi? Qanaqa ishlash kerak bunaqa stop loss bilan? Kichikroq stop loss bilan ishlasa bo'lmaydimi deb aytganmiz-da bizda ham vaqtida. Mana endi yoshimizga katta bo'lib, ko'proq tajriba, bozordan tajriba orttirib shu narsani tushunyapmizki, gap stop lossda emas, gap risk reward ekan. Risk reward degani o'sha qancha risk aniq qilib, bozorga qancha risk qilib, qancha foydani olib chiqib ketish hisoblaydigan narsa, ya'ni risk reward ko'proq bo'lsa, ya'ni qancha yaxshilansa risk reward, ya'ni 1 ga 1 satnishina, 1 ga 2 satnishina, 1 ga 3, 1 ga 5 satnishinani ushlashni o'rgansanglar, sizlar shunchalik o'zinglarni, ya'ni biliminglar oshib professionallashib ketaverasizlar. Xo'p, biz chiqqanda xuddi mana shunaqa narsa, o'zi o'sha keyingi shamchidan savdoga kirasizlar yoki agar ko'rib qoldinglar shunaqa model sal kechroq, o'sha shamchadan ko'rmadinglar, teparoqdan 2 ta yoki 3 ta shamcha chiqib, keyin pastga qarab sham kelayotgan bo'lsa, mana bu holatga, mana bu trend line поддержка vazifasini bajarib beradi, chunki birinchi marta сопротивление bajargan, qarshilik zonasini bajargan, undan keyin xuddi o'sha narx bu modelga nisbatan uровень поддержканы bajarib beradi degan qoida bor. O'sha qoidaga asosan biz ham mana har doim mana bunaqa chizamiz, mana bunaqa bo'lsa yoki mana bunaqa bo'lsa savdoga kiramiz deb, mana bunaqa. Kelib turib, mana shu liniyaga bitta kelib turib, keyin ketishi. O'shaning uchun biz mana bunaqa narsa chizamiz. Chunki qonuniyat asli mana shu narsani buzishga qiynaldi. Mana shu narxda juda ham ko'p sotilgan, o'sha tovar juda ham ko'p sotilgan. Mana shu narsani buzib ketishga kuchi yetmagan, buzib ketgandan keyin ozgina yurib, yurgandan keyin pastga qarab impuls berayotgan bo'lsa, endi mana shu liniyani biz поддержка deb olamiz va o'sha joydan savdoga kiramiz, stop lossni oxirgi minimumga qo'yib. Agar katta time frame da bo'lsa, o'sha liniyaga kelib, narx shpilka o'shanga test berib, o'sha ya'ni shpilkasi bunda qolish kerak, bunda liniyada qolish kerak-da, tana tepada yopilishi kerak. Mana liniyadan tepada yopilishi kerak tana. Va undan keyingi switchadan savdoga kirishimiz mumkin. Aytaylik, H4da buni ko'rdinglar. Minimumga stop loss qo'yib, keyin harakat qilishinglar mumkin bayga. Keyingi ochilgan switchadan. Xullas, tasdiq mana shunaqa olinadi va hozir sizlarga mana shu trend line bo'yicha, ya'ni hamma biladigan, endi 70% biladi deb o'ylayapman, chunki bu narsa bo'yicha darslar juda ham ko'p. Qanaqa bo'lsin, trader bo'lsin, birinchi klassik darslarni ko'rib tradingga kirib kelgan. Chunki bu juda ham oson bo'lgani uchun va meni maslahat beradiganim mana shu narsa. Ming qimmat strategiya o'rganmaysizlarmi? Baribir ana shu o'sha oddiylikka qaytasizlar. U qachondir ko'p bir 100 talab strategiyalarga o'rganib turib, keyin baribir ham o'sha mana shu oddiylikka qaytasizlar. Chunki bozor asl qonuniyati ham xuddi mana shunaqa yuradi. Hozir keyin Instagramda anaqa moda tema bo'lyapti-yu, hamma gapirib chiqyapti-yu, bir kishi gapirib chiqdi, temani ochib berdi, bo'ldi, keyin hamma aqlli. Lekin u o'sha traderlarni men hammasini ko'pchiligini bilaman, hammasi o'sha hozir yomonlayotgan strategiyasida ishlagan, o'sha strategiyasi bo'yicha tanilgan, o'sha strategiyada ishlab non topgan va hozir endi
mana shu hype tema bo'layotgandan foydalanib aqlli bo'lib o'zidan bilmayman qanaqadir o'zi yengili strategiyalar hamma aqlli bo'lib ketsa yangi strategiyalar chiqaryaptimi bilmayman, lekin hamma hozir вот modellarni strategiyalarni yomonlashga o'tib olgan. Baraka topsin. Bu ham qolib ketadi, bu ham 2-3 oyda, oshib borsa 5-6 oyda shuna yana hamma o'ziga hozir klassik modellarni market makerlar ommaga tarqatgan yo bu deydigan odamlar ham o'sha asli o'sha modellarga yana qaytib oladi, o'sha o'zini eski ishlash prinsipiga qaytib oladi. Qanaqa ozgina tema qilib olishsin. Bu narsalarga umuman e'tibor qaratish kerak emas. Hozir sizlarga sizlarni e'tiboringlar treyderlarda emas, sizlarni e'tiboringlar tredda bo'lish kerak, ya'ni savdoda bo'lish kerak, bozorda bo'lish kerak-da, treyderlarda emas. Treyderlarga umuman ahamiyat bermaydi. Qaysisi nima qilyapti, qaysisi kuchli, qaysisi nimasi bor, qaysisida qancha depoziti bor, u narsa emas. Hozir gapirayotgan gapi bozorda ishlab beryaptimi, yo'qmi, mana shu narsani qilishinglar kerak. Ajratishinglar kerak bir-biridan. U Instagramdagi treyderlar bilan real bozordagi treyderlarni bir-biridan yer bilan osmoncha farqi bor. Tushundinglarmi? Instagramdagi treyderlar 5 ta o'xshamagan imkoniyatdan bittasi o'xshab qolsa, Instagramda anaqa bo'ladi, shov-shuv ko'tariladi. Lekin bozorda ishlaydigan treyder, bozorda gapiradigan treyder 5 ta o'xshagan imkoniyatidan bittasi o'xshamay qolsa, o'sha o'xshamay qolgan imkoniyatini tema qiladi. O'sha o'xshamay qolgan imkoniyatini. Tushundinglarmi? Bu başda nima uchun xato qildik? Mana shu xatoni takrorlamasligiga boshqa shunaqa harakat qilish kerak, meni tahlil qiladi. Ya'ni insta treyderlar bilan bozordagi market treyderlarni bir-biridan farqi bu. Sizlarga yana bitta narsa. Bitta dars. Xo'p, hozir darsimiz bugun o'tadigan darsimiz shu. Imkon boricha sizlarga soddaroq qilib, hamma tushunadigan tilda qilib tushuntirib bera oldim menimcha. Va bundan tashqari ham tasdiq olish usuli juda ham ko'p. Buni endi Xudo xolasa nasib bo'lsa, vaqtimiz bo'lganda efir qilib yoki efir qilganimizda qanaqadir mana shu temalarni ko'tarsanglar, Xudo xolasa o'sha payt tushuntirib ketgan bo'lamiz. Va biza sizlarga va'da qilgan indikatorimni hozir sizlarga aytaman va ogohlantirib qo'ying. Ertaga ya'ni birmuncha, ya'ni bu o'ziga yarasha xavflarni o'z ichiga oladi bu indikator va oldindan ogohlantiraman, indikatorlar hech qachon to'g'ri 100% to'g'ri narsani ko'rsatmaydi. Mana shu narsani o'qib olinglar va indikator ishlab beraverarkan deb bor balansinglar bilan risk qilib yoki bor narsalarni shunga bag'ishlab olish umuman tavsiya etilmaydi va umuman kerak emas. Chunki 2022-yil botlar bilan savdo juda ham 2023-yil botlar bilan savdo juda ham hamma reklama qildi. Shu bilan odamlar mashinasini sotib robotga depozit qilib, robot ishlab beryapti, oyiga 10%, 15%, 20% foyda qilib beryapti deb botlarni rosa sotishdi. Ko'pchilik xonavayron bo'lib ketdi o'shaning orqasidan. Ya'ni 100% oddiy xalqqa ham sotib beryapti, o'rtog'ini olib kelyapti, o'rtog'i boryapti-da, o'sha robotni bitta tanishidan olyapti, qarayapti, foyda qilyapti, 3-4 kun, 5-6 kun foyda qilyapti yoki 1 oy foyda qilyapti. Keyin o'rtog'iga tavsiya beryapti, o'rtog' umuman bu sohadan aniq xabari yo'q, короче, dotni bo'ldi, bo'lmasa men ham dotni anaqa domimni soting, mana shu domimni. Agar sen aytganda ishlab bersa, mana shu domimni 2 xonali domimni 4 xonali dom qilib olaman. 4-5 oyda ungacha kvartirada ham yashab turaman deb mana shunaqa qilganlar, даже uyini ham yo'qotib qo'ydi. Yo'qotib qo'yganlari bor. O'shalarni ko'rdik. Shunaqa zamonlardan o'tdik. Bizani aqlli robot, sun'iy intellekt bilan ishlaydi degan robotlarni ham ko'rdik. Qancha odamlarni uyi kuyib ketdi o'sha robotlarning orqasidan. Shuning uchun
tradingda hech qachon 100% kafolatlangan narsa yo'q. Agar 100% kafolatlangan narsa bo'lganda, mana shu yerda treyderlar Ilon Mask bilan pul sanashayotgan bo'lardi. Ilon Mask bilan davay kim puli ko'p deb dunyoga kim ustun bo'lar ekan deb dunyo talashayotgan bo'lardi. O'shaning uchun 100% narsa yo'q. U umuman kimdir shunaqa deb gapirayotgan bo'lsa 100% aldoqchi, 100% yolg'on gapiryapti. Xullas shunaqa fikr qilasizlar o'rtoqlar. Va biz sizlarga aytgan indikatorim ishlash prinsipi qanaqa bo'ladi? Bu o'zi nima deydi? Sizlarni qulog'ingizga tepsam ham bo'ladi, bank strategiyasi. O'sha payt hazil qilib aytdim, o'zi tagidan yozib ham qo'ydim, hazil deb. Anaqa bank manipulyatsiyasi deb aytsam ham bo'ladi. Bu o'zi umuman olib qaraganda hozir mana shuni ozgina gaplashinglar. Bank temasi bo'yicha bo'ladi, chunki sessiyalarning oralig'ida foyda qiladi. Например, sessiya bular bo'yicha sizlarga anaqa berib ketadigan bo'lsam, tushuncha berib ketadigan bo'lsam, sessiyalar mana bunaqa ishlaydi. Aytaylik, Aziya sessiyasi boshlandi deylik. Aziya sessiyasida Osiyo mamlakatlarida banklar ochiladi, ish kuni boshlanadi banklarda va banklar o'rtacha anaqasi olingan, o'rtacha soati olingan. Banklarda yana Osiyo davlatlarining banklari yopilish paytiga kelganda Londonda banklar ochilishi boshlaydi. Chunki yer yumaloq o'rtoqlar, hamma yoqdan quyosh bir xil vaqtda chiqmaydi. Vaqt har xil, bizdan farq qiladi vaqt. Va Londonda banklar Londonda mana anaqada Yevropada banklar ochilishi boshlaydi va Yevropada banklar ochilish boshlagan payti Osiyodagi banklardagi belgilangan kurs bir-biridan farq qilishi mumkin. Dollarga bo'lgan kurs, to'g'rimi? O'sha Aziyada ishlagan banklar, Aziya sessiyasida ishlagan banklarda kurs, например, aytaylik, dollar so'mga nisbatan 12.500 bo'ldi. Endi Londonda ochilayotganda kurs birmuncha farq qiladi. Tushundinglarmi? Dollar kursi. Va o'shanda banklarda nima deydi? Bir-birini kursini sindirish bo'ldi. Xullas qulog'ingizga tepmayman. Faqat sessiya bo'yicha gapirayotgan gaplarim to'g'ri. Men bu bir-birini kursini sindirish degan narsa noto'g'ri. Lekin bu narsa o'sha sessiyalarning oralig'ida ishlab beradigan narsa. Sessiyalarni bir minimumini yoki maksimumini svip qilganda, ya'ni buzganda, ya'ni o'sha payti teskari foydalanib olsanglar bo'ladi. Ya'ni o'sha payti impuls bilan sessiyalarni minimumini yoki maksimumini svip qiladi va svip qilgandan keyin yana sessiya o'zini yo'nalishida harakat qiladi. Xo'p, o'sha bo'yicha indikator M5 time frame da ishlaydi faqat. Hozir sizlarga nomini ham aytaman. TradingView ga kirasizlar va TradingView ga kirganinglarda mana bu indikatorlar bo'limidan voy, ochilmadi, mana bu yerda ochildi. Session sweep deb yozasizlar. Ya'ni qanaqa yoziladi? Mana bu ekran ko'ryaptimi? Mana buni kattalashtirish. Xullas ko'rib olasizlar. Mana qanaqa yoziladi? Qanaqa topib olasizlar? Buni nomini ham yozib qo'yaman. Shuni copyright qilib anaqa TradingView dan topib olasizlar. Sessiyalarni minimum yoki maksimumini sevib qilganda ishlatiladi. Bu tipi bank strategiyasi desanglar ham bo'ladi. Bu ham ishlab beradi, yaxshi ishlab beradi, lekin session sweep deb yozsanglar, Lux Algo, bu odamni tanisanglar kerak, bu anaqani nickname egasini. Juda ham zo'r robotlari bor. Ya'ni algo trading bilan ishlaydi. Ya'ni algo trading degani raqamlashtirilgan savdoni yo'lga qo'ygan. Ya'ni buni o'rniga ko'proq indikatorlar bilan ishlaydi, ko'proq robotlar bilan ishlaydi. Xullas, mana shu odam robotni anaqasi indikatori va buni shuni bosganinglarda ekranda mana bunaqa holat ko'rasizlar. Bizga sessiyalarni ko'rsatib turadi. Sessiyalarni ko'rsatib turadi va ko'rsanglar, mana ko'rib turishinglar mumkin bu yerda. Sessiya indikatorining o'rnida tursa ham bo'ladi bu. Mana har bitta sessiyani ko'rsatib turibdi. Qaysi vaqtda aytaylik, mana bu Nyu-York 2-yarmi, Nyu-York nimadirdi, mana shu sessiyani nimadirdi, hozir esimdan chiqib ketdi. Aziya, London va yana Nyu-York, to'g'rimi?
va Nyu York va undan keyin mana yana Aziya. Xo'p, endi og'alar, akalar, qanaqa foydalanamiz buni? Qanaqa foydalanamiz degan savol paydo bo'lishi mumkin. Qachonki bitta sessiya tugaganda, ya'ni to'liq o'chganda, mana bu sariq ranglar bor-ku, mana bu sariq Aziyani to'liq varianti va hali Aziyada banklar yopilmasdan turib, Londonda banklar ochiladi. Anaqada Yevropada banklar ochiladi. O'shani hisobiga ikkita sessiya bir xil vaqtda yuradi. Ya'ni ikkita sessiyani bir xil vaqtda yurishi bor bu. Chunki hali Aziyada banklar yopilmasdan turib, Aziya sessiyasi polностью yopilmasdan turib, London ochilgan va o'sha joyiga e'tibor berasizlar. Qachonki Aziya sessiyasi to'liq yopiladi va London sessiyasi boshlanadi, o'sha payt shuna maksimumni belgilab olasizlar. Aziyani eng maksimumini belgiladim. Va eng maksimumni belgilaganimda menda o'sha maksimumni olishga kelganda, o'sha olgan paytda men sellga savdoga ochaman. Ya'ni sell pozitsiyasini ochaman. Ya'ni qancha mo'ljal olib, o'sha 50 pips maksimum 70 pips mo'ljalni olib, sell pozitsiyasini ochaman. Va qanaqa ochaman pozitsiyani? Bitta mashqdan maksimumdan pozitsiya ochamanmi yoki o'sha teri boramanmi? Teri borasizlar. Iloji bo'lsa, buni stabil shotinglarga aralashtirmanglar, chunki bu o'sha paytida bitta kirib scalping qilib, limit full terib scalping qilib chiqib ketadigan anaqa strategiya. Вот kirdim, mandan terdim. 0.01, 0.02, 0.03 xohlasanglar martingale qilinglar, xohlasanglar 0.1dan shuna teringlar, full teringlar-da. Shuna yurib berishi bilan oxirgi zelkalar foydaga chiqishi bilan shuna yopib yuboradigan joy. Yo yopib yuborasizlar yoki shuna save qilasizlar-da, bitta ikkita zelkalarni ushlab qolsanglar, undan keyin agar sessiya yana dalshi teskari tarafga tortib ketadigan bo'lsa, yaxshigina foyda qilasizlar. Xullas, mana shunaqa ishlatasizlar bu indikatorni va ya'ni qanaqa ishlab beradi? O'sha bitta impuls chiqadi, bitta impuls oladi maksimumni, bitta impuls olgandan keyin kamida o'sha limit terganinglardan keyin o'sha qattan anaqa berishga qarab 30 pipsdan 70 pipsgacha ham yurib beradi sizlar tarafga. Tushundinglarmi? 30 pipsdan 70 pipsga yurib beradi. Bu 10 tadan 8 ta holatda, ya'ni 8 ta 9 ta holatda yaxshi o'xshab beradi. Bo'lmasam anaqa sudrab ketishli joyi ham bor. Va mana bitta ko'rgan bo'lsanglar, mana aytaylik bizada anaqa Aziya sessiyasi yopilgan. Aziya sessiyasi yopilganda London plus anaqa New York sessiyasi ham ochilyapti. Aziya sessiyasi yopilgan, London kelyapti. O'sha Yevropa sessiyasida, o'sha Yevropa sessiyasida вот kelyapti-da, o'sha London Aziyani minimumini shuna yechgandan keyin, ya'ni swap qilyapti, minimumni yechyapti-da, yechgandan keyin o'sha impuls bilan yechyapti, tushib kelyapti-da. O'sha joydan yana bitta tepaga qarab ko'tarib beryapti va undan keyin yurib yana o'zini xodiga ketyapti bozor. Mayli, undan qolgani qanaqa xodga ketsin, qanaqa yursin bizga qiziq emas. Bizga mana shunda impuls buzib, impuls qaytish muhim. Impuls yurib, impuls qaytish. Va bu yerda ham xuddi shu narsa hosil bo'lgan. Hamda ham New Yorkga o'sha hayni Aziya shuna bitta impuls bilan shuna tepaga qarab, impuls o'shani yechgandan keyin teskari harakat qilib beryapti. Bu yerda ham shunaqa, bu yerda ham shunaqa. Xullas, va yana bitta sizlarga qoida, hech qachon bir marta ishlab ber bo'ldimi, bitta impuls tushib bo'lganmi, ko'rdinglar, anaqaga grafikga shuna qaradinglar, indikatorga qaradinglar, bitta yurib tushib bergan pastga va qayta kirmanglar. Bo'ldi, bitta foydalaninglar bo'ldi. Agar o'tib ketgan bo'lsa, imkoniyat o'tib ketgan bo'lsa, bo'ldi, keyingi imkoniyatlarni kutasizlar. Bir kunda 2 ta 3 ta holat bo'lib turadi mana shu indikator bo'yicha, 2 ta 3 ta holat, lekin 10 tadan mana bu yerda ham mana xuddi mana shu narsa bo'lgan, bu yerda buzib ketgan, qaranglar, 96 dan nechigacha 89, 87 endi buzib ketgan bu yerda. Tushundinglarmi? Orqaga qaytmasdan buzib ketgan. Bunaqa holatlarda shotinglar silib bo'ladi. Shuning uchun ana mayda shotlarni full scalping ko'tarish uchun mana shu anaqa foydalanishinglar mumkin. Yoki stop loss bilan ishlanglar. Bunga ham bitta prinsip qo'yib olinglar-da. 50 pipsga stop loss qo'yinglar-da. O'sha 50 pipsda qaytsa qaytdi yoki 70 pipsda qaytsa qaytdi, bo'lmasa yopib yuboraman degan anaqa bilan ishlanglar.
shunaqa ishlasanglar bo'ladi. Mana bu yerda ham shunaqa, mana bu yerda ham ayniqsa mana bu yerda buzgandan keyin qaytib orqaga qarab, tepaga qarab chiqib ketgan. Bu yerda ham impuls bilan buzyapti-da. Bu yerda qaytib bergan ekan. Bu anaqa emas. Bu kerak emas. Mana bu yerda kerak. Mana bu yerda mana azi yopilgan. Mana holatda azi yopilgan, London o'zi qolgan. London bu yerda ochilgan, lekin azi yopilmagan edi. Bu yerda azi yopilgandan keyin o'zi anaqa ham beradi, signal ham beradi, rang beradi. Mana bunaqa ko'k. Bayga bo'lsak, mana bunaqa ko'k signal beradi. Selga bo'lsa, mana bunaqa sariq signal beradi. Mana bunaqa sariq signal beradi, tushundinglarmi? Va mana kelyapti-da, shunaqa yurib, impuls bilan bitta baribir tepaga olib chiqib beryapti. Mana 30 pips, 50 pips, bir xil payt, 70 pips, bir xil payt 150 pips chiqib ketaveradi. Mana shuni bilganimga, mana shu indikatorni bilganimga adashmasam 2 yilga yaqinlashdi. Shu paytgacha mana shu indikatorni ishlatadigan hech qaysi treyder ko'rmadim, lekin mana shu vaqtida mana shu indikator nomi sotilgan. Nomi, tushundinglar? Menda zo'r indikator bor, razgon indikatori, mana shuni sotaman degan anaqa bo'lgan. Nomi sotilgan mana shu indikatori bor, ishoninglar. Mana bu news sababiga oqib ketib qolgan. News bo'lgan-ku, o'sha kungi news. Xo'p, buni hamda ham chiqib bergan, o'zi aslida hamda ham chiqib bergan. Tepaga bitta impuls bilan tepaga qaytib chiqib bergan boshlanish limitiga. Bemalol xullas yopib olasizlar. Bu yerda mana bu yerda ishlab bermagan. Bu yerda o'zi qaytgan, kam qaytgan. Tushundinglarmi? Juda ham kam qaytgan. Mana bunaqa holatlarda stop lossga amal qilmasanglar bo'lmaydi, lekin mana bunaqa holatlarda juda ham zo'r ishlab bergan. Yoki mana bu holatlarda xullas bo'ldi, indikator asosiy fishkalarni sizlarga o'rgatdim. Buni endi o'zingizlar shunaqa grafikka ochib ko'rib, qanaqa foydalanish kerak, bitta plan qilib olasizlar. Tushundinglarmi? Plan qilib olasizlar. Lekin yaxshi. Zo'r. Men qarang, qaysi sessiyaligini farqi yo'q-a, misol uchun. Farqi yo'q. Любой sessiyada ishlataverasizlar. Mana shu maksimumni svep qilish kerak, minimumni svep qilsa bo'ldi. Ishlayverasizlar. Foydalanaverasizlar. Trendga teskari bir ishlab olinar ekan-da, lekin trendga teskari bitta ishlab olasizlar. Kanalda silkasini yana tashlab qo'yish imkoni bormi? Kanalda o'ziga o'zi. Ayrim qo'shilaman deganlar bor edi. Silkasini topolmayapmiz. Mayli. Xullas, bildinglar mana shu narsa va bu narsa bor ekan deb qolgan darslarni shuna yig'ishtirib qo'yib, qolgan o'zinglarni har doim non topib berib turadigan strategiyani unutib olish kerak emas. Tushundinglarmi? O'zinglarga qoida qolgan yoki o'zinglarni prinsiplardan chiqish kerak emas. Mana bu kimlargadir foyda berishi mumkin. Ya'ni shaxsan menga foyda bergan. Bu narsadan men mayda shotlarni ko'tarishda foydalangan aslida, o'sha mayda shotlarni ko'tarishda. Faqat mana shuni o'zi bilan emas, endi bu ham qo'shimcha foyda bergan mayda shotlarni ko'tarishga. Xuddi mana shunaqa foydalansanglar bo'ladi. Bu no'lovoylarga, hech qayerda nima qilayotganini tushunmaydiganlarga mana shuni o'zi bilan foydalanib chiqib ketsanglar bo'ladi. Mana shuni o'zi bilan foyda qilib chiqib ketsanglar bo'ladi. Keyin Muhammad aka, bu engulfing haqida ozgina noto'g'ri fikr bo'ldimi deb o'ylayapman-da. Xo'p. To'g'ri, shamni yutib olishi to'g'rida, men shunaqa o'rganganman. Bozor bitta havoda qolib qaytib kelish kerak-da. Shamni o'zi havoda qolib, bir qaytib kelib, keyin yo zonaga kiradi, yo tashib berib, keyin ketadi. Havoda qolish degan narsani men tushunmadim to'g'risi. Qanaqa tushuntirsam? Ba'zi engulfing yutib oladi-yu, sham yutib olgandan darrov kirilmaydi-da. O'sha joyda zona qilib olinadi. Undan keyin o'sha zonaga qaytib keladi. Siz aytyapsiz. Yo'q, men shunaqa demadingiz-da, boya engulfing qilgandan darrov kirasizlar dedingiz-da. Yo'q, engulfing qilganda yopilish kerak, o'sha engulfing shamchi yopilish kerak. Bo'ldi, undan keyingi shamchadan kirsa bo'ladi. Vot bormi oramizda candlestickda faqat yapon shamlarida, yapon shamlari strategiyasida ishlayotganlar yoki hatto o'sha kitobni o'qib ko'rganlar. Engulfing bilan qanaqa ishlash kerak? Отбой, пробой degan narsa xuddi engulfingda ham bordi. Agar пробой qilib o'tib ketsa,
undan keyin yana bitta qaytib ko'rsatib beradi, undan keyin testkariga ishlanadi deb o'rgatishganda. hozir siz menga o'sha biladigan narsamni qaytadan o'rgatyapsiz. Men boshqa fikr etdim-da u yerda. Ha, Agar engulfing haqida gapirsam menga 5 soat vaqt qilamanda, o'zi balki adashib o'tib. Men o'sha joyda anaqani aytdim-da, men o'sha joyda aytaylik, agar shunaqa engulfing ko'rib qolsanglar, keyingi shanchadan kirasizlar. Biz adbuyni ishlayapmiz-ku, o'sha engulfing ko'rgandan keyin bozor pastlardan qatlardandir razorot olib kelsa, o'sha joyda endi engulfing mana shu joydan endi kiramiz demaymiz-ku. Bo'ldi. Kanal 50%ni test qilib qaytib kelgandan keyin, to'g'rimi? U boshqa strategiya-da. Engulfing entry u boshqa strategiyani aytasiz. Bo'ldi. Boshqa narsani aytasiz. Xo'p, mana bu indikator bo'yicha tushungan bo'lsanglar, buni o'rnatib ko'ringlar, o'rnatib bu istoriyasini yaxshilab ko'ringlar, faqat istoriyasini yaxshilab ko'ringlar, qanaqa ishlab berar ekan, qanaqa foydalansa bo'lar ekan degan o'zingizlarda qanaqadir ideyalar paydo bo'lsa, yoki o'zingizlar qanaqadir izlanib, mana shu narsada mana bunaqa foydalansa bo'lar ekan degan fikr bo'lsa, yana yozib qo'ysanglar, men uchun yengillik bo'ladi. Chunki bu indikatorda xuddi mana shunaqa, ya'ni buni o'ylab ko'rmaganman o'zi, qanaqa prinsiplar bilan ishlaydi, qanaqa o'sha paytdan bilmas foylacha yurgan paytimda chiqib qolgan indikatorda bu. Bitta tanishim menga mana shu indikatordan foydalansa bo'lar ekan, o'sha bilan shunaqa qolib ketdi, o'rtada bir ancha foydalanmay ketdim. Keyin bir kun anaqalarni ko'rib tiklab o'tgan yili topib oldim mana shu indikatorni yana. Kerak joyda foydalanaman hozir ham. Kerak joyda. Qo'yim bu sariq ko'k bo'lgan-ku, faqat shu joyda kiramizmi yo farqi yo'qmi o'sha? Yo'q, o'sha joyda, faqat o'sha joyda mana signal berib ketganda, signal berilgan joyda. Bir ikkita indikatorlarga o'xshab, mana siz live threadda qilgansiz-ku. Uchib ketmaydi. Yo'q, uchib ketmaydi. Live threadda bir ikkita indikatorlar uchib ketadi, unaqa bo'lsa bu. Yo'q, uchib ketmaydi. Buni bitta zo'r tarafi shunaqa narsasi bor. Bu ishlamagan joyi sразу ekrandan o'chib ketmaydi. Mana ekranda seriy belgi qoldiradi, anaqa proboy bo'lib ketgan joyini. Tushundinglarmi? Bu endi nima uchun seriy belgi qoldirgan? Bu yerda aslida shunaqa programmalashtirilgan, bu pastga qarab ketish kerak-ku. Boshqa rang bo'lib qolgan. Mana bu yerda o'zi ishlab bergan, lekin qaytib kelgandan keyin o'shani proboy qilib ketganda seriy o'sha joyi ogohlantirib ketgan, seriy ishlamadi deb. Mana botlarda ham xuddi shunaqa, mana seriy qolgan. Mana botda mana full seriy qolgan hammasi. Chunki botda umuman ishlamagan. Endi ishlagan, mana limitga tushib bergan, lekin buni shunaqa programmalashtirilgan, ketish kerak pastga o'sha joydan. Stopda qancha qo'yish kerak deb o'ylaysiz? O'zi ishlagansiz-ku, sredniy qancha qo'yardi stop loss? Mana shu 50-60 pips qo'yaman o'sha stop loss. 50-60 pips qo'yaman. Birga bir qilar ekansiz-da riskga vatanda. Riskga birga bir qilsanglar bo'ladi. Lekin limit terib ko'proq ishlasanglar yaxshiroq bo'ladi. Chunki bot xuddi mana bunaqa holat bo'lishi mumkin. Bitta impuls beradi pastga, keyin impuls bilan chiqib ketadi. Mana botda ham shunaqa bo'lgan. Bitta impuls berganda, impuls berib birinchi limitga chiqib berganda, agar botdan bitta ochsanglar, anaqa qilmaydi-da. Bo'lmasa, misol uchun mana bunaqa 20 pips pastroqdan limit qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. 20 pips yoki 30 pips pastroqdan bitta limit qo'yib qo'ysanglar, shuni tepaga otishida anaqa mazali foydani olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Rahmat. Xo'p, charchamanglar. Bu kuzatsanglar bo'ladi. Bu yerda umuman anaqa yolg'on qilib o'chib ketmaydi. Hech narsasi o'chib ketmaydi. Ishlamagan joyiga seriy qo'yadi, ishlagan joyiga mana ishlab bergan joyiga ko'k qolib ketadi, ishlagan joyiga. Ya'ni bayga ishlagani, bu yerda bayga ko'k belgi paydo qiladi. Yorqin ko'k. Bu yerda anaqa sariq rang paydo bo'lib qoladi. Ishlamasa seriy. Tushundinglarmi? Lekin aslida bular ham ishlagan bo'ladi. Buni prinsipi bo'yicha berilgan anaqaga kelmagan, win rate'ga kelmagan. Win rate mana risk rewardga nisbatan kelmagani uchun, mana kelmagani uchun o'shaning uchun sariq ishlamadi degan belgi qolgan. Lekin bemalol bu yerda ishlab chiqib ketsanglar bo'ladi sizlar. Ruchnoy ishlab chiqib ketsanglar bo'ladi. Istoriyasi juda ham zo'r. Unda yaxshi ishlab beryapti. Mana bu yerda ham bitta impuls tushib chiqib berganda tepaga foydalanib o'sha berganini shuni olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa bitta chiqib bergan. Keyin oqib ketadigan bo'lsa ham. Mana bu yerda yaxshigina yurib bergan.
Bu yerda ham o'zi kichkina mana bunaqa yurib bergan. M1da, mayli M1da ko'rmay qo'ya qolaylik, M5da ko'ryapman. Qaranglar, keyin bu H1larda ishlamaydi, o'chib qoladi indikator. Mana H1ga qo'yib qo'ysanglar, o'chib qoladi indikator. Hech qanaqa indikator ko'rmaydi. Faqat Bu M5 faqat ekanda M5 15larda 30 ham ishlaydimi? yo'q, faqat M5da maydasida ishlaydi. Va misol uchun M3, misol uchun M1 bularda ishlaydi. Bularda ishlaydi. Anaqalarda ishlamaydi lekin. M5 dan katta time frame'da ishlamaydi. Sessiyani yopilishi, keyingi sessiyani ochilish vaqtida bir ishlab chiqib ketish kerak ekanda. Bitta ishlab shuna chiqib ketish kerak bo'ldi. Mana shu o'zi bilan o'zi bemalol kunlik foydani ishlab chiqib ketsa bo'ladi. Ana M1 da ko'rinishi. Bir xil bu. M5, M1 da misol uchun bir xil indikatorlar M5 da boshqa zona, M1 da boshqa zona ko'rsatadi. Yo'q, bu unaqa emas. M1 da ham M5 da ham bir xil o'sha zonani ko'rsatadi. Faqat time anaqa aslida buni aytdi-bu, anaqasi ishlash prinsipi o'sha Aziyani misol uchun sessiyani maksimumlarini yoki minimum bilan svi qilganda bitta teskari impuls anaqaga teskari shuni bitta ishlab olasizlar, bitta ishlab chiqib ketasizlar bo'ldi. Mana botlarda ham bitta chiroyli ishlab berib, yana chiqib ketsanglar ishlab chiqib ketsanglar bo'ladi. Xullas, mana shu sizlarga o'rgatadigan narsalarim, sizlarda qanaqadir savollar, qanaqadir nimalar paydo bo'lgan bo'lsa, anaqani qaranglar, chatni qaranglar. Kimlardir savoli bo'lishi mumkin. Xo'p, menga savolinglar bo'lsa berishinglar mumkin. Bu yerda bir 10 minutlar vaqtimiz bor. Savollar bo'lmasa, anaqani efirni sekin o'chirib chiqamiz. Menda bitta savol bor edi. Xo'p. Propshot oluvdim-da, lekin propshotda savdo qilsang, stop ko'p teradi deyishdi-da, shu rost. Yolg'on. Endi savdo ochgan payt stop ko'proq deyishadi, va stopda ishlasanglar ma'qul deydi. Qarang, prop hisoblar, prop kompaniyalar o'ziga eng yaxshi bo'lgan brokerlarni qo'yadi. Tushundingizmi? Chunki o'zini balansini o'sha brokerga depozit qilib sizga boshqarish uchun beradi. Tushundingizmi? U prop kompaniya xohlamaydiki, siz stop yeyishingiz va fufli brokerlar bilan qo'ymaydi. Sen bo'li, real bozorga olib chiqadigan eng zo'r brokerlarga qo'yadi anaqasini, balansini. Rahmat, biroz tushunarli. Xo'p, tarjima. Savolinglar bo'lmasa, efirni yopamiz. Zapisini keyin anaqaga kanalga tashlab qo'yaman. Hammanglarga rahmat. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar, charchamanglar. Xudo xolasa ertaga dars bo'lmaydi, chunki ertaga dam olish. Ko'ramiz qisqacha, agar vaqtimiz bo'lsa bir yarim soatga efir qilishimiz mumkin bozor haqida nimadir ular. Agar efir bo'lmay qoladigan bo'lsa, anaqaga kanalga o'sha analiz qilib tashlab qo'yaman bozor holati bo'yicha. Keyingi haftalik harakatlarni sizlar bilan o'sha anaqa qilib qo'ygan bo'lamiz. Mayli, charchamanglar. Yaxshi dam olinglar, o'z vaqtimiz 12 ga yaqinlashib qolibdi. Rahmat kattakon sizga ham. Mayli, Mayli, rahmat, charchamang.